Subscribe qiladi. Biz bu videoda Yo'l Kapotma qishlog'i. Menimcha o'rganib ham oyog'im loy bo'lmasa. Do'stim, sen ham agrotingni tozalaysanmi? Ha. Ati bo'p so'ylar. Mana ketmon qani. Do'stlar, do'stim bilan biz do'stim bilan pul yig'ibmiz. Bitta ko'rsatib qo'yaylik o'sha pullarni. Mayli kir. Ikkalamizni pulimizni mana u sandiq. Biz qishloqni meri bo'lmoqchimiz. Buni va buni to'ldirishimiz kerak, o'rtoqlar. Agrootni tozalaylik. Hali meniki yaxshilab bo'lmabdi. Senikini tozalab yuboraman o'zim. Do'stim, yo o'zing tozalaysanmi? Tozalab ber. Men ketmonim yo'q. O'zim bittiraman, tozala qilib. Hozir Ber. mana hozir bularni ko'ra o'zimnikini. Bo'ldik, bo'ppa, mana. O'zingni tozalab ol. Keyin qaytarib ber, hali kerak. O'rtoqlar, va har doimgidek mana yuribmiz biz. Mana og'riqlarni ham tozalash kerak. Ketmonni unga berib, qo'lim bilan tozalayman. Menga va огородdan chiqqan narsalar desam yerga berishimiz kerak. Yer hammasini tortib oladi. Bizlarni mer yomonni. Haqiqiy. Va biz bu yerlarga narsalar ekib chiqishimiz kerak. Ya. Bu yoqda merni yonidagi uyni ham tozalab yubor, ketmoning bor-ku. U meni ishim emas. Meniki emas. Nima? Axir kelishgandik-ku. Men kartoshka, seniki sabzi edi-ku. Men kartoshkani tozaladim. Men berga olib borib beraman. Mer. Hoy mer. Ha, огородni tozaladingmi? Ha. Sabzilarni-chi tozalandimi? Uni hali do'stim tozalaydi. Sandiqqa solib qo'yaman. Xo'p. Sandiqqa solib qo'yamiz. Men ozgina sabzi olaman. Xo'p, mayli, onaqon. Do'stim sabzilarni Meri, ana do'stim keldi, sabzilarni tozalayapti. Xo'p, aytib qo'y, u menga olib kelib bersa sabzilarni. Xo'p. Hoy do'stim, tozalab bo'lib, u yoqda bitta xona bor, o'sha yoqqa solib qo'yasan ekan. Bular nima? Bular nima bo'ldi? Yerni balandada eshik bor, mayli bizlarga teshik bo'lmaydimi? Bizlarga desa teshik bo'lmaydimi, o'rtoqlar? Yo, tushib ketmadimi? Tushib ketish kerak edi. Ana u tushib ketmadi. Chunki bu Yovuzlarni yo'q qilish kerak. Do'stim, men mayli uyimga kirib buni ketmonlarni vallahi nima qilyapti? Sandiq. Do'stim. Men ham ko'rishim kerak. Do'stim, yo'q kel, do'stim. Analarni merga berdingmi, do'stim? Ha, qanasan? Bu yoqdaman, do'stim. Yaxshi, uzumdan yur, bu yoqda bitta onoto bo'ldi. Qara, sandiq. Ketini ko'raylik. Nima bor ekan? Xarita. Qara, menga tashla. Tashla tezroq, do'stim. Tashlasang-chi. Ketmonni tashladik, do'stim. Xaritani ber. Qani? Nima bu yoqda xazina? Bu yoqqa uzumdan. Ketmoningni olib ol. Baqaloqni. Qani ketmonim? Tepada borsa ko'rasan. Uzumdan yuraver. Qanisa sen mendan oldida yuribsan-ku. Do'stim, bu yoqda. Qarasan? Bu yoqga. Sal-pal burilamiz, keyin bu yoqga. Endi bu yoqqa ekan. Bu yoqqa. Bu juda noqulay ekan va bu stop. Bu bitta aylanamiz ekan.
Bo'ldi. Bir marta aylanib o'tish kerakmi? Tolni tagidami deyman? Qani? Yo'q, bu yerda yo'q. Ana o'sha qizil pilos. Ana do'stim. O'sha tolni tagida yugur. Xaritani qo'yib turaylik do'stlar. Va do'stlar, sandiq. Va shuncha pul. Olaylik hammasini, do'stim, sindir. Uyga borib sandig'imizga qo'yib qo'yamiz. Sindir. Menga pristak berildi. Mayli, yur ketdik uyga. Mayli ketdik. Do'stlar, ketdik. Ura, endi biz bu qishloqni sotib olsak ham bo'ladi. Ketdik. Stop, bu yerlarni bunaqa odamlarni asabini buzib ketay. Gurme. O'ldiraman bu yoqqa o'ldiraman. Do'stlar, men uyga kirib eshikni qulflab olay. Shunda kira olmaysiz. Qulflab oldim. Kira olmaysan. Ochaviysan. Ya, qulfimni buzding. Bo'ldi. Yangi qulf qo'ydim. Bo'ldi, keta. Men uxladim bo'lmasam, do'stim. Chaqaloq, ertaga kuningni ko'rsaman. Eshigim hamisha qulf. Ortaliga sandiqlarimiz. Men pullarimizni o'g'irlab bu yerdan surib oldim. Baba eshigim hech narsa qila olmaydi. Ozgina go'sht po'stlarini olay. O'rtoqlar, biz bu qishloqdan ko'chib ketamiz. Pullarni oldik va kiyimimiz ham bor. To'xta, chaqaloq. Ketdik o'rtoqlar, bu qishloqdan qochdik. Endi men yangi qishloqdan bo'laman. O'rtoqlar, shu joyga kuzatgan bo'lsangiz kattakon rahmat. To'xta, chaqaloq, pullarimni nima qilding? Pullarimiz birga yiqqanmiz-ku, lekin ko'prog'i men olib qochyapman. Yo'qqa kel, chaqaloq. O'rtoqlar, mazza qilib laqillatdik buni. Bu lo'x. Lo'xlar. Lo'x. Ey, lo'xlanding-ku lo'x. Lo'x. Lo'xladik-ku lo'x. O'rtoqlar, shunaqa lo'x tanishlaring bo'lsa, o'sha yerga jo'natib qo'yinglar. Ustidan bir mazax qiling. Allohni mazax qilib laqillatyapman. Men laqillatyapman. Endi ertagacha qochamiz. O'tibmaydi, u qanchalik pul. Qishloqni yarmi. Birgina merni uyini sotib ololmaymiz. Qolgan hamma uyini sotib olsak bo'ladi. Narsalar bilan merda pul ko'pda. Shunga men qishloqni merni pullari Boyatgan pullarni sotdim-da. O'zi shu pullarni o'g'irlagan bo'lsam. Alloh bilmaydi ham qaysi pulni o'g'irlaganimni. U qishloqqa qaytib ketdi. Va shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, hammangizga rahmat. Va mana meni qishlog'im. Bu yerda turibman. Hammaga xayr.